Partiyamiz anchadan beri elektoratimizni qiynab kelayotgan bir masalani muhokama qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edik. Bugun davlat tili sifatida o'zbek tilini nufuzi va mavqeini oshirish masalalarini bir muhokama qilishni niyat qilganmiz. Qonun loyihalarida yangi so'z va atamalarni faqatgina ilmiy asoslangan holda qo'llash masalasi o'ta muhimdir. Amir Temur davrida ham davlat tili darajasiga nufuzini ko'tarish uchun katta rejalar bo'lgan, harakatlar bo'lgan, ayniqsa Alisher Navoiy hazratlari tomonidan mana bugungi kungacha shu xalqimizni, ziyolilarimizni kun tartibidagi eng katta bahs munozaralarni birinchi bosh mavzusi shu til mavzusi. Umuman tilni tartibga solishda, tilni yana ham yaxshi rivojlantirish, me'yor, mantiq, aql asosiy bo'lishi kerak. Nima uchun biz davlat ramzlariga hurmatsizlik uchun javobgarlik ko'zda turganmiz? Nima uchun davlat tiliga agar bepisand munosabatda bo'linsa, javobgarlik bo'lishi kerak emas ekan? Milliy tiklanishning birinchi asosi, birinchi sharti bu har bir millat o'zini tilini asrash, o'zini tilini saqlash va tilini rivojlantirish hisoblanadi. Tilimizga bo'lgan ehtiyojni kamaytirmaslikka erishish va uni albatta zamonaviy taraqqiyot to'lqinida bo'lishiga erishish. Bizning tilimiz mana shu turkiy tillar ichida men boshqa tillarni kasblagan holda aytyapman, o'ta haddan tashqari boy. Lekin shu boylikning bugungi kunda shuni barchasini aks ettirish imkoni bo'lmayapti-da. Davlat tili to'g'risidagi qonun, reklama to'g'risidagi qonun taqiqlab turib, katta bir ko'rgazma uchun fransuz tilida yoki ingliz tilida tabriknomani ko'chaga katta qilib osib qo'yish xalqimizga nisbatan hurmatsizlik. Biz tilimizni ko'kdan ta'mirlash degan maqsadda ilgari surayotganimiz yo'q. Biz yangi til yaratish haqida umuman gapirayotganimiz yo'q. Til ham bedarvoza bo'lishi kerak emas. Tilning ham darvozasi bo'lishi kerak, uning ham kerak bo'lsa elagi bo'lishi kerak. Har bitta kirib kelayotgan so'z shu elakdan o'tishi kerak. Mani fikrim agar milliy tiklanish tura olsa, o'zbek tilida kiritilmagan xalqaro shartnomani umuman kun tartibiga kiritish kerak emas. Yoppasiga hamma so'zni o'zbekchalashtirish degan qarash ham to'g'ri emas ekan. O'zimizni oddiy so'zlarni qonunimizga kiritish masalasi. Qonunimizni o'zbek tilida bo'lishi va o'zbek xalqi uchun tushunarli bo'lishi degan maqsadlarimizni natijada aks etishini xohlayapmiz. Davlat tilini ham davlatning ramzi deb hisoblaymiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasi bilan qancha muammolarni ko'tarib chiqqanimizda birgalikda. Bular asta-sekin samarasini beryapti. O'zbek tiliga hurmat, u o'zbek xalqiga hurmat. Biz tilimizni bugun rivojlanayotgan, O'zbekistonimizga xos, dunyoda rivojlanayotgan o'sha texnologik til bo'lishini xohlaymiz. O'zbek tili sifatida o'zligini yaqqol ajralib turishini xohlaymiz va unga nisbatan hurmat bo'lishini xohlaymiz. Lekin bu hech qachon boshqa tillarni o'rganish va boshqa tillarda bemalol gaplashish, boshqa tillarni hurmat qilish, umuman O'zbekistonda yashayotgan barcha millatlarning tilini rivojlanishi uchun yordam berish degan masalalar, maqsadlarimizga qarshi fikr emas.